Tog' ustidagi qal'a. Birinchi qism. Men Xinjiang ichidagi ma'lum bir oliy maktabda o'qiyman. Bizning maktab dam olmay o'qitish qilayotgani soq 2 oy bo'ldi. Hikoya. Biz yotoqda o'tirsak, to'yuqsiz Samat yugurib kiribla. Og'aylar, bizni bir haftalik dam olishga qo'yib berdik-a. Bugundan boshlab dam olsak bo'ladi-ku. Biz tan xush bo'lib ketdik. Aramizdan men. Do'stlar, bizni dam olishga qo'yib berdi. Biz ata tog'ning yendiki yiliq ko'lga berib, suzib kelaylik. Dedi. Olim gap boshladi. Ey, bizning molim o'toqqa berishga bo'lmaydi degan. Basoq bo'lmasmikan? Samat yana gap boshladi. Ay, hech nima bo'lmaydi. Biz faqat u yerga berib suv uzibli kelamiz. Olim ortiq gap qilmay qo'shildi. Biz 5 nafar o'quvchi maktabdan qochib tog' tarafga qarab maqdiq. Men do'stlarimni tanishtirib etay. Men Turg'unjon. O'zim semizroq, xushchaqchaq, tavakkülchi bola. Yana Samat, Olim, Tursun, Ömer qatorliqlar tog' tarafga qarab mang'iyotimiz. Barda mang'andan keyin tog'ning yendiki ko'lga berib bo'ldik. Biz tangla kiyim-kechaklarimizni silib, suv uzishga boshladik. Bardam suv uzgandan keyin Samat: "Do'stlar, suv ostida porqiroq bir narsa turdi" deb suv ostiga kirib ketdi. Biz tangla aloqazorlik bilan uningga qarab turdik. Samat bardamdan keyin hasrab suvdan chiqdi. Biz tangla Samatning yeniga bordik. Samatning qo'lida bir dona porqiroq tosh turadi. Men gap qilay deb tursam, Tursun: "Akla adash, men bir ko'rib boqay" deb Samatdan porqiroq toshni qo'ldan silkibli elib oldi. Tursun toshni ko'rib etib: "Ey, do'stlar, toshda g'alati bir narsa turdi-ku" deb bizga ko'rsatdi. Biz tangla toshga qaradik. Toshda rost degandek biz uqmaydigan yeziqda xat turadi. Biz u yoq cho'rib, bu yoq cho'rib, zerikib Samatga qaytirib berdik. Biz birdam suvga tushgandan keyin Olim gap boshladi. "Ey, og'aylar, endi qaytib kelsak bo'larmikan? Vaqtmo bir yerga berib qoldi." Bizmo shunda qilaylik deyishib, kiyimlarimizni kiyib maktab tarafga qarab maqdiq. To'satilla ko'zim biz suv tushgan ko'lga tashladi. Ko'lning suvi borgan sir ozlab ketib boradi. Men ajablanib yo'limga qarab maqdim. Biz bir soat mang'andan keyin maktab darvozasining yeniga keldik. Bir-birlab maktab ichiga kirdik. Maktab ichida tuzuk o'quvchi qolmagan edi. Biz yotoqqa berib birdan paranglashib uxlab qoldik. Men tush ko'ribdiman. Tushimda Samat turadi. Samat menga qarab: "Adash, meni qutqizib ol. Meni tog' ustidagi qal'adan izda" deb yo'qab ketdi. Men Samat debla uyg'onib ketdim. Uyg'onib qarasam, Samat yo'q turdi. Men darhol yotoqdagi bolalarni uyg'otib, Samatning yo'qab ketganligini, yana men ko'rgan tushimni aniq qilib so'zlab berdi. Lekin yotoqdagi bolalar menga toza ishonmadi. Men toza jeli bo'lib tursam, to'satdil Olim: "Ey, do'stlar, Turg'unning gapiningmi asosi bordek turdi. Qaranglar" deb Samining o'rnini ko'rsatdi. Samining o'rni qalaymiqan turadi. Yana heliqi porqiroq toshma turadi. Men toshga birdam qarab etib, do'stlarga: "Biz tog'ning yendiki ko'lga berib boqsak bo'larmikan?" dedi. Bu gapimni Olim bilan Ömer qo'llab: "Ha, ma'qul, shuni qilaylik." "Voy, sizlar chiqsanglar mayli jumal ekan. Men chiqmayman" deb sirtga chiqib ketdi. Biz ozroq tayyorlik qilib, tog'ning yendiki ko'lga qarab maqdiq.
Manga vetib, toyuqsiz bir o'tir yoshdagi bir odam uchirdi. U odam bizga qarab: "Ukalarim, nega qarab mangdinglar?" dedi. Ömer gap boshladi. Aka, biz tog'ning yindiki ko'lga berib, ko'nglimizni ichib kelaylik deb manga, dedi. U odam: "Nima? O ko'lning yiniga berishga bo'lmaydi. O yer xatarlik." Men qistiribla: "Mayli, biz xatarlik yerga berishga amroq", deb yolg'on so'zlab qo'ydim. U odam bardam turib o'tgandan keyin: "Undaqda mayli. Amsi meni ortiq ko'rmay, elib olsanglar", dedi. Bizmi bardam ikkilangandan keyin ondan ma'qul bo'ldik. U odammi biz bilan bilmadi. Manga vetib, olim gap boshladi. "Aka, sizning ismingiz nima?" deb so'radi. U odam gap qilmay turib: Sizlarning isminglar nima?" deb bizdan so'radi. Men ozroq ochiqlanib: "Men Turg'unjon, avu Egiz Ömer, avu olim", deb qisqig'ini tunishtirdim. U odam: "Mening ismim Mehmet", dedi. Bizmi ortiq gap qilishmay tog' tarafga qarab maqdiq. Manga vetib, toyuqsiz olim: Mehmet aka, siz bu yerda nima ish qilsiz?" dedi. Mehmet aka gap qilmay manga yivadi. Bizmi birdan mang'andan keyin tog'ning yindiki ko'lga berib bo'ldik. Men darhol ko'lga qaradim. Ko'lga qarasam, ko'lda faqat suv qolmabdi. Biz hayron bo'lib: "Bu nima endi?" Shularni deyishib, ishni nerdan boshlashni bilmay tursam, Mehmet aka gap boshladi. "Biz avo tog' o'ngirga kirib boqaylik", dedi. Biz tangli uningga qaradik. U tog' o'ngirga qarab turadi. Biz ozroq ajablanib, qanday qilamiz deb bir-birimizga qarab qo'ydik. Men ortiq o'ylamay: "Bo'ldi, kiraylik", dedi. Ularmi qo'shildi. Biz tog' o'ngir tarafga qarab maqdiq. Manga vetib, tog' o'ngir ichida toyuqsiz Ömer: "To'sin, mayada yo'l turdi", dedi. Biz tangla Ömer degan yo'lga qaradik. O'ngirning bir bo'lingida bir odam potqidek kichik kamar ochiq bo'lib, u ustiga tutishadi. Men darhol: "Bu yerda mayli", dedi. Ularmi ma'qul deb ustiga tutishadigan yo'lga qarab maqdiq. Men manga vetib, Mehmet akaga qaradim. "Mehmet aka yo'qtirdi-ku", deb to'lab soldim. Olim bilan Ömer tangli orqasiga qarab edi. U rostdan yo'qtirdi. Atrofimizga qarashga boshladik. Biz birdam qarab turgandan keyin: "Bo'ldi, menga beraylik. O sal turib orqamizdan kep qola", deb oldimizga qarab menga verdik. Biz 20 minut mangandan keyin u tog'ning ustiga chiqdik. Tog' usti bir to'p-tuz oq yer edi. Biz birdan tog' aylangandan keyin: "Bo'ldi, qaytib ketaylik", dedi. Olim: "Samat nerede?" deb atrofga qarab o'tadi. Men Samatni meni tog' ustidagi qal'adan tepinglar deb yo'qab ketgani esimga keldi. Lekin bu yerda nima qal'a bo'lsin? Men boshqalarga: "Voy bo'ldi, qaytib ketaylik", deb orqamga qarab bir ikki qadam ilishim bilan tang Samatning bo'shqini ovozi angladi. "Men qal'aning ichida quyosh o'ltirgandan keyin mush yerda paydo bo'ladi. Qal'aning ochqichini tepib, meni qutqizinglar", debli yo'qab ketdi. Biz Samat deb to'lashga boshladik. Samatning ovozi kelmadi. Biz kech bo'lishini saqlab o'ltirdik. O'ltirib etib, to'yuqsiz Ömer hojatga berib kelay deb
biz chiqqan heliq yo'lning ostiga tushib ketdi. Biz kech bo'lishini saqlab o'ltirdik. Bardam turgandan keyin kechma bo'ldi. Olim: "Ey, ma Ömer ajab kelmaydi-ku. Qarg'anda hojatxonaga petib qoldimi nima?" deb masxir aralash kulib qo'ydi. Kulib orqamga qarasam, orqamda g'oyat zo'r bir qala turadi. Men darhol o'rnimdan turib, qalaning eshik oldiga keldim. Olim orqamda turib, "Bu yerning eshigini qanaqa ochamas?" dedi. Menmi beshimni qoshlab turib, "Menmi bilmayman" dedi. "To'yuqsiz. Men fuqaman" deb Mehmet akaning ovozi orqamizdan keldi. Biz tangla orqamizga qarab hayron bo'lib, ham qo'rqib ketdik. Orqamizda laylab turgan bir arvoh turadi. Biz orqamizga asta qadam oldik. Mehmet aka: "Yo'q, heliqi arvoh. Qo'rqmanglar. Men sizlarga ziyon yetkazmayman." Sen zodi kim o? dedi olim kekashlab turib. "O arvoh. Men sizlarga o'zimning hikoyasini so'zlab ber" dedi. Bizmi qo'rqib turib beshimizni langishdik. Ma'qul demaslikmi, nima amal deysiz? O arvoh hikoyasini boshladi. Tog' ustidagi qal'a nomli bu ovozliq asarning birinchi qismi mush yerda oyoqlashdi. Yoqtirib anglab berganingizga rahmat.